Yangi remont, yangi mebel texnikalar bilan jihozlangan 3 xonali uyimizga keldik. Yunusobod 17-kvartalda joylashgan 3 xona, 3-etaj, 5 etajli dom. Orientirimiz esa Dasaf ko'chasi. Kvartiramiz yangi remontdan chiqqan, xonalarimiz alohida yangi mebel texnikalar qo'yilgan. Umumiy maydonimiz esa 78 kvadrat metr. Kiruvishimizdan prixoshkamiz keng, chap qo'limizga prixoshkalarimiz qilingan, shkaflarimiz bor. O'ng qo'limizda esa zal xonamiz boshlanadi. Bu xonamizning razmeri 315 ga 520. Televizor hali o'rnatilmagan ekan, mana televizorlarimizgacha bor, mehki mebellarimiz bor. Balkonimiz o'zi 2 ga 6 metr. Buni 2 ga bo'lib, yarmini zalga qo'shib olishgan ekan. Buni xolasanglar yopib, как детский xona qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Remontimiz juda ham chiroyli. Polniy hamma joy aboylar qilingan. Bu esa детский xonamiz. Bu xonamizning razmeri 290 ga 3 metr. Bu esa родительский spalniya xonamiz. Bu xonamizning ham razmeri 3 metrga 4 metr. Chiroyli qilib spalniyaga turli qo'yilgan. Hamma narsamiz yangi. Bu yerda o'zi kladovka bo'lgan, egalari ochib olgan ekan. Xolasanglar bitta yana sanuzel qilsanglar bo'ladi yoki kladovka qilib qo'ysanglar bo'ladi. Sanuzellarimiz esa raziyani juda ham chiroyli qilib dekor plastidan qilingan. Bu yerda esa kuxnyamiz. Xo'p, kuxnyamizdan balkonga olib chiqib, bu yerda o'tirib ovqatlanadigan joy qilib qo'yishgan. Bu yerda esa mana balkonimiz yana 2 ga 3. Ikkita chetini ham chiroyli qilib mana stroyni shkaflarimiz qilingan, xolodilnigimizga joy tashab ketilgan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini uy egalari 90 ming start deb aytishyapti. Kvartiramiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol kelib savdo qilishingiz mumkin. Oson uylar biz bilan oson. Rahmat, sog' bo'ling.